Qaysi taraf? Aha, bo'ldi. O'tirib qo'ygan yurib bo'lsa savolni diqqat bilan eshitamiz. Balandroq o'qiysiz. O'qing. Havoda bo'lsa hech kim sezmaydi, lekin uchqunda olovlaydi. Ko'p yonadi, kuchli portlaydi. Eng yengil gaz qani topinchi. Darot. Siz o'zingiz bu guruhga javob beribsiz. Havoda bo'lsa hech kim sezmaydi, lekin uchqunda olovlaydi. Ko'p yonadi, hech kim kuchli portlaydi. Tamam, balandroq ovoz qarang. Havoda bo'lsa Masasınca. Bu grup sizga yordam beradi faqat. Havoda bormi? Bor. Men javob qachon yuborasiz? Kristal tuz o'zi sovuq suvda eriydigan jig'ildon qaynaganda undan jarhatda. Natriy gidrokarbonat. Tez oling. Xo'p, ayting elementlariga gaz biriksa kislorod bunday birikmalarga borilganda qanday ozoq Ayting elementlariga gaz biriksa kislorod. Bunday birikmalarga berilgandir qanday ot? oksidlar. Nafas olamiz erkin u emas. Kislorodga doim sherikman. Havoning yarmidan ko'proqman, lekin odamga foydam yo'q deyapti. Juda oson ekan, tushunarli. Yagona sahifada fan olami yashirin kichkina katakchalar so'ylaydi kimyo siri. Tez o'qiysiz. Qidirsangiz qattiq modda, suyuqlanmay gaz bo'ladi. Me'yorda yeb tursangiz salomatlik so'z bo'ladi. So'z bilan. Qidirsangiz qattiq modda, suyuqlanmay gaz bo'ladi. Me'yorda yeb tursangiz salomatlik so'z bo'ladi. Juda oson. Haroratni o'lchaydi, hech bir joyda turmaydi. Salabgorlar serobdir, uning nomi Xo'p, bu guruhga bitta o'qolaman. Nima? Qizdirsangiz qattiq modda, suyuqlamay gaz bo'ladi. Qattiq lekin qizig'ga esa gaz ketadi. Tushundingizmi? Me'yorda yeb tursangiz salomatlik soz bo'ladi. Poklikni ham, oqlikni ham. Qiyoslashar, bu metall Poklikni ham, oqlikni ham ta'riflashda qiyoslashar. Bu metallik gar iyon bo'lsa, mikroblarga qiron yetadi. Yo'q. Poklikni ham, oqlikni ham ta'riflashda qiyoslashar. Bu metal gar iyon bo'lsa, to'rt kumush uzun. osil tanmas havoda Birinchi bitta savolga qolib ketdi. Bitta savol qolib ketdi. Ham qiziqdiki. O'sha paytda yo'q deganda keyin savol Hidi barg'oy yoqimsiz, qoradir rangi. Ilk qora etgan uni bolalar qoradir rangi. Hidi barg'oy yoqimsiz, qoradir rangi shunday qo'yadi. Siz har bir o'zini yozgan hujjatga Hadi barg'oy yoqimsiz, qoradir rangi. Qo'ng'ir qora. Hidi barg'oy, model sulfida hidi barg'oy, lekin qo'ng'ir qora emas. Qo'rg'oshin sulfid. Demek bu kısmına iki balas, ben kısmına bilasiz. Ikki balas, ikki balas.